Mijoz cho'ntagidagi puliga qarab sotib olmaydi, mijoz nafsiga qarab sotib oladi. Tarmoqqa qo'shilgan hamma ham 4.700.000 so'mni shuni uydan olib chiqib bermagan. Kimdir qarzga olgan o'sha pulni. Demak, cho'ntagida pulga qarab hisoblanmaydi umuman. Hammani ham tagida minib yurgan mashinasi naqd pulga olinmagan, kreditga olingan bo'lishi mumkin. Azizlar, umuman esdan chiqarmang. Mijozingiz cho'ntagida puli bormi, yo'qmi, umuman farqi yo'q bu narsani. Uni nafsini qitiqlay olsangiz bo'ldi. Mahsulot sotib oladi, kompaniyaga a'zo bo'ladi. Biz uni puliga qarab mahsulot tavsiya qilamiz. Bunday turishiga qarab turib, misol, unaqa ishlaydi, 4.700 aytmasdan 1 millionlik aytib qo'ying deb qo'yadigan, ko'ngildan o'tadigan narsa bor. Yorqinjon Mo'minov shogirdingizlarning ham tarixlari qiziq bo'lyapti. Ularni ham aytasizmi? E'zozaxon, hozir ko'rib turibman, har bitta shogirdimni tarixi menimcha qiziq bo'lyapti. Albatta, Yorqinjon Mo'minov u paytda 25 yoshdalar, yosh yigit, hali uylanmagandilar ham. Ular ham minus 0 bilan kirib kelishgan. Odamlar prosta 0 bilan kirsa, bular minus bilan kirishgan. O'sha paytda pullari bo'lmagan. Qiyinchilik bilan o'sha birinchi to'lov hamkorlikni to'lov pullari juda qiyin bo'lgan. Lekin hozirgi kunda bir nechta недвижимость, ya'ni o'zlarining Samarqand shahridan bir nechta o'zlarini o'sha ko'chmas mulklariga ega bo'lib turibdilar hozir. Ota-onalarini umraga, hajriga jo'natib turibdilar. Hozirgi kunda ayollarimiz aktiv baribirda, erkaklarimiz green leaf bo'ladimi? Green life bo'ladi mashhur ish. Hammamiz oyoqda kuchi borlar sakraymiz. Men bilan barobar temadagilar molodsi! Men ko'rib turibman. Возьмите каталог, тут скидки хорошие. Покажу вам, как строить бизнес из дома. Слушай, у меня есть классный крем. Тебе 30, а выглядеть будешь на все 100. Как здорово, что у меня есть такая команда, как вы. Я наставник в сетевом, и я меняю жизни людей.